Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Normal video nashrimizni davom qilamiz. Bu oldinqisining davomi Xitoyning Yevrosiyo strategiyasining 8-qismi. Bu mazmun shuning bilan oxiriga kelyotidi. Bundan keyin nima qildiganligimiz haqida qarindoshlar savol so'rasa yoki talab qilsa texmi foydali bo'ladi. Yevrosiyo strategiyasining 8-si. Endi bu qismda Xitoylarning Afrikaga sing'ishi haqida azroq to'xtalamiz. 2006 yil Xitoy Afrika yuqori darajaliklar uchrashuviga sohibxonlik qildi. Bu yig'inga 53 Afrika davlatidan 35 qatnashdi. Ya'ni yarimidan ko'proq. Bu yig'inda ilingan qarorlar dunyo siyosati bo'libmi Xitoy tashqi ishlar siyosati nuqtasidan nihoyat muhim va alohida ma'no ifoda qiladi. 2000-yilda Xitoy va Afrika davlatlaridan o'rtaq taklif bilan bir Afrika munbiri qurilgan edi. Afrika forum. Mana shu munbar Xitoy bilan Afrika davlatlari orasidagi so'zlashma va jonliq amaliyotchil hamkorliklarda muhim bir maydon holiga keldi. 2006 yildagi yig'inda ham Afrika davlatlari bilan Xitoy munosabatlarining 50 yilligini xotirlash bilan birga Xitoy Afrika orasida borliqqa kelayotgan strategik hamkorlikning dunyo taraqqiyotining taqozosi ekanligi ta'kidlandi. Dünya taraqqiyoti. Bu yig'inda Hu Jintao Xitoy Afrika strategik hamkorlikni cho'nqurlashtirishga oid 8 muhim mazmundan tarkib topgan bir taklif loyiha sundi. Hu Jintao'ning deganlari shular. Afrikaga qilinadigan yordamning ko'lamini kengaytirish 2009'ga bağıca 2006 yıldakining 2 hassasiga yetkazish. Xitoy kelgusi 3 yil ichida Afrika davlatlariga 3 milliard dollar tuvan o'simlik kredit va 2 milliard dollarlik setib olish krediti ta'minlash. Xitoy korxonalarini Afrikaga mablag' solishga rag'batlantirmak uchun 5 milliard dollarlik bir taraqqiyot fondi qurish. Afrika Birligi yig'in markazining qurilishiga yordam. Yani bir binani seppamoqchi Xitoy. Sepirib bo'ldi yani. Xitoy bilan diplomatik munosabati bo'lgan, qarzi ig'ir va taraqqiy qilmagan Afrika davlatlarining 2005 yilning oxirigacha vaqt to'shadigan o'simsiz kreditlarni o'chirish. Qarzni ko'tarib etmoqchi. Xitoylar Afrikaga yemchuk tashlayotdi yani. Afrika bozorining texmi ochilishi Xitoy bilan diplomatik munosabati bo'lgan taraqqiy qilmagan Afrika davlatlarining Xitoyga eksport qilgan ve gümrük beji elinmaydigan mallarının türlerini 190'dan 440 çıkarış. Aldığımızdaki 3 yıl içinde Afrika devletlerinde 3 taşqi iqtisad ve ticaret hemkarlık rayonunun kuruluşu. İqtisadi rayon. İlgari Xitoy buni Xinjiang alayda iqtisadi rayonu deganni sinab qilgan bu. Afrika'da endi iqtisodiy rayon qurmoqchi. Oldimizdagi 3 yil ichida har sohada ishlayoladigan 15 ming afrikalik ishchining tarbiyalanishi qatorliqlar.
Yuqorqi yemchiklar Xitoy uslubidagi bexudlashtirish yemchiklari bo'lib, buningdan mast bo'lib ketgan Afrika davlatlari hatto Xitoy haqidagi ogohlantirishlarga qarshi kirinish ifodalagan, qarshilik ifodalagan, raddiya bergan. Xitoy undaq emas, Xitoy degan unda adamgarchilik, undaq insonparvar degan. Masalan, bu qatimqi yig'indan burun Senegal rais cumhuri Xitoyning Afrika siyosati haqida shundoq bayonda bo'lgan. Qisqa vaqt oldin Amerikaga va Fransiyaga qilgan safarlarimda ba'zilar menga Xitoylarning tuvan baholiq mollari Afrikaga kirish bilan Afrikaning aslida ojiz bo'lgan sanoatini tahdid qilayotganligini, Afrika iqtisodini falaj qilayotganligini ilgari surishdi. Ammo men bunday safsatlarni hech qachon e'tiborga olmadim. Ajab qilibsizlar. Yarim asr avval kishilar Xitoy tahdidini bozorga solgan. Ammo Afrika hech bir zaman bunday bir tahdidni ko'rib boqmadi va kelajakda ko'rmaydi. Xitoy tahdidi safsatasining bozorga solinishi manfiy ta'sir tug'dirishni maqsad qilgan bo'lib, Afrikaning to'g'ri xatoni farqlantiruvchiligi bor. Shunga Xitoy bilan hamkorlik qurishga tayyormiz deganligi bu bichoralarning xuddi ajdodlarimizdekla Xitoyning o'lxishiga dastlab bo'lganligini bildirmoqda. Sudanning Darfurda 300 ming odamning hayotiga to'xtagan Darfur masalasi yuz berganligini ko'pchilik biladi. Bu masalada Birlashgan Millatlar Tashkilotida Sudan hukumatiga qarshi elinmoqchi bo'lgan qarorlarga Xitoylar qarshi chiqdi. Hatto Sudan hukumatiga oxirigacha Sudan hukumatini qo'llaydiganligini bayon qildi. Sudan haqida butun dunyoda Birlashgan Millatlar Tashkilotida talash-tortishlar bo'layotgan bir mezgilda Sudan Beijingda yeni bosh elchixona binosini murosim bilan ochdi. Bu yeni binoning alohidligi shuki, Beijingdagi butun Afrika davlatlar elchixonalari ichida eng cho'ng bo'lish. Xitoyning Sudanga oq chiqishining eng muhim sababi Sudandagi neft zapasidi. Ya'ni shu energiya. Xitoy mana bu neftni changiliga tushirmoqchi. Xitoylar Sudanga berayotgan destek tufayli emas, Zimbabvega berayotgan harbiy, iqtisodiy va siyosiy destek tufayli tanqidlanmoqda. Amerika va Yevropa ittifoqi Zimbabve liderini dunyodagi eng xatarli mustabidlar qatorida sanaydi. Dunyodagi neft boyligi bo'lgan davlatlarning eng g'adayi bo'lgan Nigeriya bu davlatda neft qidirib tekshirish, neft chiqarish va pishiqlab ishlash huquqini Xitoyga berganligini diqqat tutmoq lozim. Butunlay Xitoyga berib o'tganga. Davlatning butun neftini bizning beshimizga kelgan kun keladi degan gapining beshi. Ba'zilarning qarashicha Xitoy Afrika yuqori darajaliklar yig'inidan maqsadi O'tir dengizda rol o'ynashdan iborat deb qaraydi. O'tir dengizda eng uzun qirg'oqi bo'lgan davlat qaysi? Turkiya. Yevrasiyada so'zi o'tadigan bo'lish uchun oldi bilan O'rta dengiz va O'rta Sharq rayonida xo'jayin bo'lmoq kerakdir. Bu sababdan Amerika dengiz armiyasining 6-floti 18 paraxod 6357 askar bilan bu rayonda joylashgan. O'tir dengizda. Xitoylarning shirin xiyollari shuki, O'tir dengizni Xitoy kuliga aylantirish. Butunlay o'zining qilish. Xitoyning shirin shu bu. Xitoy iqtisodiy taraqqiyotining surati astlashga boshladi. Bu tufayli Xitoylar yangi bozorlarga yuzlanish uchun Afrikani bir sakrash taxtasi qilmoqchi.
Rusiyaning Qora dengiz flotini O'tir dengizga avatib, Suriya bilan o'rtaq dengiz bazasi qurdiganligi haqidagi mish-mishlar Xitoylarni Xitoy Afrika yuqori darajaliklar yig'iniga alohida ahamiyat berishga undagan omillarning biri edi. Xitoylar shu hollarda sharqiy O'tir dengizga, ya'ni O'tir dengizining sharq tarafdagi sohillariga, Livan, Suriya, Falastin, İsrail bir deniz bazası qo'g'idek saviyada emas. Ammo Shimoliy Afrikada bunday bir ehtimollikka ega bo'lishi mumkin. Bu rayonning bir zamonlardagi nüfuzluq a'zosi va bugunmi gepi o'tadigan Fransiya bilan oldingi suhbatimizda deb o'tdik. Fransiya bilan Xitoylar bir hamkorlik davrini boshladi. Bu holda Fransiya o'zining an'anaviy nüfuz rayoniga Xitoylarning kirishiga ko'z yumishi mumkin. Bilingandek, Amerika umuman Afrika qit'asida kiriti tushib, nüfuzini yo'qotib qo'ygan vaziyatda. Bu sababdanmi Amerika rayonga Hindistonni so'qib, Xitoylarga ro'baro qilishni o'ylaydi. Buning uchunmi Hindistonni kuchaytirishga to'g'ri keladi. Demak, bu ishlarda yana foydalanayotgan Hindiston. O'tir dengizda kuchli bir o'yinchi bo'lish xiyoli bilan Xitoylar Ispaniyaga qash etib, strategik hamkorlik qildi. Xitoyning g'imissida qilayotgan hamlasining tegiga yetgan Italiyami yangi davrdagi O'tir dengiz shaxmatida chetda qolmaslik uchun Xitoyga qash etishga boshlagan edi. Bu O'tir dengizining atrofidagi davlatlar. Bularning hammasidan ko'rilayotgan manzara Xitoylarning Shimoliy Afrikada to'liq hokim, O'tir dengizda nüfuzli o'yinchi bo'ladiganligidir. Ammo keyingi amaliyotlar nimani belgilaydi? Ko'ramiz. Shimoliy Afrikada maydonga kelgan Arab bahori bilan bu rayonning siyosiy atmosferasi buzildi. Xitoylar bu yangi atmosferaga uyg'unlashib hammani boshdan boshlamdi yoki o'zgarishlar Xitoylarning Afrikadagi ilgirlashlariga ta'sir ko'rsatmadimi? Buning natijasini yaqinda ko'ramiz. 11-sentabr voqeasidan keyin maydonga kelgan G'arb islom dushmanligi va qutblashishlarga Xitoylar ancha yaqin kelmay, haramzodlik bilan bu krizisdan o'ziga foyda chiqarib olish ko'ydi bo'ldi. Har qanday so'rinda Xitoylarning islomga qarshi har qanday turdagi tanqidlarda bo'lmasligi, o'zining hukmronligi ostida musulmonlarga qilayotgan zulm va qirg'inchiliklarga qaramay, tashqi dunyoda islomga qarshi har qanday turdagi tanqidlarda bo'lmasligi, islom dunyosida Amerika yo'qotib qo'ygan e'tiborni o'zi qozonib, Amerikaning rolini almoqchi bo'lishidan manbalangan bir haromzodlikdir. Dünya Xitoydan iborat bu hiligar tajovuzchi yangi mustamlikachining Afrika harakatiga tomoshabin bo'lib qolmoqda. G'arb buning tagida bir turlik yumshoq kengayimchilik borligidan sho'bilinib tursa-mu, bir tarafdan Afrikaning taraqqiyotiga yordam berayotganligidan mamnunligimi yo'q emas. Ammo asosiy fikr aqimiga ko'ra Xitoylar yangi uslubdagi mustamlikachilik siyosatini yo'lga qo'yib, Afrikani changaliga kirgizib olish safariga boshladi. G'arbliklar Xitoylarni yumshoq jahongir deb sifatlamoqda. Biz yumshoq qurt deydigan Xitoylar. O'tir dengizining xo'jayinligiga chashtarayotgan Xitoylar yana Janubiy Qibros greklari bilan yaqinlik quryapti. Ya'ni Turkiyaning dushmanlari bilan. Shundaqla yillardir Isroiliyaga qarshi Falastinliklarga destek berayotgan Xitoylar keyingi chaqlarda Isroiliya bilan jiddiy yaqinlashgan bir vaziyatda. Shundaqla Isroiliya o'zining bir qutblik, ya'ni faqat g'arbga yo'langan siyosatini o'zgartirib, sharqqa yuzlandigandek alomatlar ko'rilmoqda.
Xitaylar Arab birligi bilan İsrailiya arasida ustunlik bilan o'ynab, İsrailiyani o'ziga tortish bilan birga Arablar bilan dushmanlashib boqmadi. Endi Xitoyning atrofidagi davlatlardan Burma, Myanmar, Burma iqtisodi ojiz bir davlat bo'lishi tufayli Xitoylarning yordamlariga muhtoj. Mustabid hokimiyatlarni qo'llaydigan Xitoylar Burmaning siyosiy sistemini so'roqlab o'tirgandan ko'ra o'z ishini bilmoqda va Burma bilan qo'shnidoshligidan nihoyat obdan foydalanmoqda. Xitoylar Burma bilan bir talay harbiy kelishimlar imzolab, Xitoy dengiz armiyasining Burma portlarini va harbiy bazalarini ishlatishini qo'lga keltirdi. Burma Bengal qo'ltiqi bilan Xitoy quruqligi orasida bo'lishdek alohidligi tufayli Xitoylar uchun strategik ahamiyati zo'r bo'lgan bir davlat. Xitoylar Burmadagi o'rtaq dengiz bazalari sohasida yaqin kelajakda Bengal qo'ltiqi, Malakka bo'g'ozi, Hindiston va strategik dengiz yo'llarini kontrol qilish saviyasiga yetishni mo'ljallamoqda. Bo'libmi Malakka bo'g'ozida Xitoylar xo'jayin bo'lib olsa, Amerikaning yiroqdagi ittifoqdoshlari Janubiy Koreya, Yaponiya va Tayvanning energiya yo'llari tahdid ostida qoladi. Mana shuning uchun Amerika Malakka bo'g'oziga bir flot joylashtirganligini burungi bir videoda deb o'tgan edik. Xitoylarning mana bu yovuz maqsadi kelgusidagi shirin xomxiyoli va boshqa xalqlar uchun bo'ladigan baloyi ofat mo'ljallanganligi uchun Amerika Malakka bo'g'oziga bir dengiz flotini joylashtirgan. Amerika Burma vositasi bilan bu yo'llar xo'jayin bo'lishga tirishayotgan Xitoydan ansirab tursinmi? Iqtisodiy munosabatlar tufaylidan Xitoyni bevosita tanqidlashga petinolmay, tili bog'liqlik. Iqtisodiy munosabat tufaylidan tili bog'liqlik o'g'achqa Xitoyning a'zon emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlar orqali foydalanayotgan Amerika kapitalistlari bu vaziyatda Xitoyni bevosita tanqid qilishga petinolmay, Burmani jazolash uchun chaqiriqlar qilib, Birleşken Milletler Teşkilatı'da Burmaga qarshi qaror oldirishga tirishayotgan bo'lsa-mu, Xitoylarning ta'tir turish tufayli bularning hech birida Amerika maqsadiga yetolmayotdi. Endi Xitoy qo'shnilaridan yana bir kichik davlat Nepal. Nepalda 1996 yildan beri Xitoylar tarafidan qurollantirilgan va Mauch partizanlar, ya'ni Mao Zedongcha partizanlar deb atalayotgan partizanlar harakati mavjud edi. 10 yilda 13 ming odamning o'lishiga sabab bo'lgan bu Mauch muxoliflar oxiri parlamentga kirish bilan natijalandi. Nepal parlamentidagi 330 o'rinning 73'ini Mauch partizanlar egalladi. Hindiston bilan Xitoy orasidagi strategik joy bo'lgan Nepal kimning qo'liga tushsa, Himalayoda u xo'jayin bo'ladi. Mana endi Mauch partizanlarning Nepal hukumatida vakillik o'rni bo'lishni qo'lga keltirish natijasida Nepal texmi Xitoyparast siyosat yurgizadigan bo'ldi. Bu holni Xitoylarning bir g'albisi bo'lib ko'rinmoqda. Endi qoldi yana bir qo'shni. Vyetnam. Vyetnam Osiyoda iqtisodiy taraqqiyoti tez bo'lgan. Xitoydan qolsa ikkinchi o'rindagi tez taraqqiy qilayotgan bir davlatdir. Hatto Vyetnam chetdan mablag'i jalb qilishda Hindistondan o'tib ketdi. Bir ara Xitoylar Vyetnam bilan dushmanlashgan. Resmiy urushgan bo'lsin. Bugungi kelganda xuddi 50-60 yillarda bo'lgandek Vyetnamga yaqinlik ifodalab, Vyetnamni o'zining do'stlik halqasiga tortish qo'ydi bo'lmoqda. Amerika bo'lsa, ilgari Vyetnamni kommunist lageriga torttirib qo'yganidek, bugunmi Xitoyga torttirib qo'yishi mumkindek ko'rinsa-mu,
Amerika boy bermey talışıdığandekmi qilib turibdi. Muhimi O'rta Sharq bilan bekmi mashg'ul vaziyatda bo'lib qolgan Amerika Xitoylarning Paris qo'ltig'i İran masalalarida putlashmaslik uchun qo'shnilari bilan o'ch qo'yib beradagandek ahvolmi ko'rinmoqda. Chunki Amerika uchun O'rta Sharq Paris qo'ltig'i yanada muhimroq bo'lgani buningdan ma'lum. Shunga Amerika Hürmüz bo'g'ziga, bu bo'g'iz Paris qo'ltig'ining kirish eg'izi. Aldınqı bir söhbətlərdə xəritədə gördüm. Vətənpərvər başqurulduğan bomba oruntuş işləri bilən yanılı Xitaylar Hindi Çinidəki ilgirləşlərə layiqida köngül bilənməyətqandək. Xitaylarning Hindi Çinidəki ilgirləşlərə diqqət qılanmayatıdı Amerika Paris qo'ltig'i bilan həpilishib. Malakka bo'g'izidagi flotini hisob qilmaganda boshqa davlat va rayonlarda Xitoylar qarshiliksiz ilgirlamoqda. Ammo shuni nazardan saqit qilmaslik kerakki, 2007-yillardan boshlab Xitoy Iran munosabatlarida chekinishlar borliqqa keldi. Chunki Xitoylar va'dalar, kelishimlar, ittifoqdoshlik ahdnomalari bilan o'zini cheklaydigan turdan emas. O'zining milliy manfaatlari yo'lida har qanday do'stini setib yutadigan bo'lg'achqa Iran krizisi tufayli xalqaroda xalta ko'chirib kirib qolishi bilingan hamon Iranni desteklashni bo'ldi qilishga tayyor ekanligini namoyon qildi. 2006-ning oxirlarida bir necha Yevropa davlatlarining taklifi bilan sunilgan Ironga yadro aslahalari va ballistik boshqariladigan bomba aslahalari setishni to'sish haqidagi qarornomaga Xitoylarni qo'llash ovozi berib, İran'ı ümitsizlikka batırıp qo'ydi. Gerçi İran bu qarornomaning Xitoy bilan bo'lgan cho'nqur do'stlik munosabatlariga ziyon yetkazolmaydiganligini aytib tursa-mu, Xitoy tufayli yolg'izlashgan vaziyatini Janubiy Amerika qartini o'ynash orqali emlashga urinmoqda. Aslida Xitoylarni hurkitgani İranning Pokistondek to'liq sadoqatli bo'lib, hammani Xitoyning mayliga havola qilmasdan rayonda mustaqil siyosat yurgizishga, rayon zo'migiri bo'lishga havas qilishdi. Chunki Iran Pokistonga o'xshamaydi. Pokiston 47-yilning birisida davlat. Ya'ni 100 yillik tarixi yo'q bir davlat. Ammo Iran necha ming yillik tarixiy bir davlat. Onun için devletçilik tecrübesi bulmagan yoki devletçilik tecrübesinin cuğlanması bulmagan Pakistan hemmini işini Xitoylarning qo'liga tutqizib qo'yadi. Xitoylarning komanda tayiqiga bo'ysunib harakat qiladi. Lekin İran mustaqil siyosat yurgizishga tirishadi va rayonda bir kichik zo'migari olashga havas qiladi. Pakistan'da bunda havası yok. Xitoylar İran'a Xitoydan beso'roq bundaq niyatlarda bo'lmaslik uchun ashundaq ogoh bergan edi. Yana bir tarafdan Xitoylar İranni tizginda tutish uchun Isroiliyani tanshaktash qilishni, bu orqali tanqonlik saqlashni o'ylamoqda. Bu emas. Bugun Xitoy va Isroiliya bir-biri uchun nihoyatda muhim ekanliklarini his qilishmoqda. Yevrosiyoga echilish uchun Xitoy bombasi bo'lmag'achqa, Isroiliya uchun Xitoy muhim. Shundaqla harbiy nuqtadan O'rta Sharq va O'rta dengizda Xitoylar uchun Isroiliya shundaq muhim. Bugungi temamiz mushada oyoqlashdi qarindoshlar. Bu umumiy mavzu inshaalloh keyingi qitim tamoman tugaydi. Ve tayyorlikda bo'linglar, savollaringiz bo'lsa, talablaringiz bo'lsa, yozib yo'llab qo'yasizlar. Bundan keyin nima ish qiladiganligimizni. Endi oxirida qarindoshlarimizda eng ko'p tug'iladigan bir savol Turkiya haqida bo'ladi. Chunki Turkiya bizning qondoshlarimiz bo'lishi bilan shundaqla har qanday bir Uyg'ur Turkiyada o'zini yot his qilmaydigan bir atmosferaning bo'lishligi bilan va biz bir-birimizni qarindosh deb odatlangan
bu ruhiyatımız bilen daim Türkiye'nin siyasetleriga dikkat qilib turamiz. Türkiye'den ümit kütüş umumen Uygurlardaki bir tarihi kesellik bu. Türkiye bir iş qilib turadi deydi. Bu sebepten Türkiye hakkında köp sual tug'iladi. Qarindoshlar. O suallar bek köp. Men o suallarning hammasini yig'inchoqlay Türkiye'nin Şarkı Türkistan davasını qo'llash ehtimoli bormidi? Bo'lsa bu qo'llashning cheki qanchalik bo'ladi? Mushu ikki savolni umumlashtirib, mushu ikki savolga javob beraylik. Qarindoshlarga ma'lum. Ba'zilaringlarga ma'lum deyaki 1939-yılı merhum lider İsa Yusuf Aliptekin Xitayning parlament a'zosi salohiyati bilan Xitay manfaatiga vakolatlik qilib bir o'tir sharq safariga chiqqan. Ya'ni Madaniyat ministri Chu Jiahua İsa Yusuf bilan so'zlashib, uni mushundaq bir safarga seni loyiq ko'rdim. Musulmon davlatlariga safar qilib, musulmon davlatlaridan Xitoy uchun hissdoshlik to'plasang, bizni tashviq qilsang, Yaponga qarshi bizni qo'llaydigan kayfiyat lozim xalqaroda deb İsa'ni vazifalantirib evatgan. İsa Yusuf bu safarda Afg'onistonga, Hindistonga, Turkiyaga, Misrga kelgan. O chaqda Hindiston tahi Angliyaning mustamlikasi deydi. Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh deydigan bu davlatlar mavjud emasdi. İsa Yusufning shu safarida Anqaraga kelganda Türkiye hukumat tarafdan hech kim ko'rishishni xohlamaydi İsa bilan. Yani Türkiye hükümeti onun Şarkı Türkistanlık bir Uygur ekanligini bilib, onun bilan ko'rishishdan qo'rqdi. Pan-Türkizmni desteklegan bo'lib, qalpoq kiyib qolamizmikin deb qo'rqib, İsa'ni qabul qilmaydi. 39-yil. Ve şunun bilan İsa'ning ichi pushib, ben bir davlatning vakili bo'lib kelyapsam meni qabul qilmadi deb. O zamanda Türkiye'de Xitoyning elchixonasi yo'q, bir maslahat guzari var. Xitoy maslahat guzariga data aytdi. Türkiye hukumat tarafdan hech kim meni qabul qilmayotdi. Meni Türkistonlik deb qo'rqavas kerak. Sen bir tunishtu deb. Bu Xitoy diplomat Türkiye hükümetiga tunishtirdi İsa'ni. Bu Şarkı Türkistanning adami bo'lib emas. Xitoy hukumatining bir millat vakili, parlament a'zosi salohiyati bilan keldi deganning yo'q qabul qiladi. Ya'ni Türkiye'ning Şarkı Türkistan masalasida umuman Türkçilik masalasidagi sezgurligi bugungi tunugungi ish emas. Yani bu şu Cumhuriyetning dastlabdan tartib tug'ilgan bir ish. Qarindoshlar. Bu siyaset Türkiye'nin demokratiyaga kechishi bilan 50-yillarda o'zgardi deb qaraydiganlar bor. Buning o'zgarganligiga dalil qilib İsa Yusuf Mehmet'imin Boğralarını Şarkı Türkistan'dan ahirki komünist istilasından keçip çıkan ahirki kaçaklarının bu grupsini Türkiye kabul kılıp ek geldi.
bu Sharq Turkiston qarata ko'z qarashining o'zgarganligi deb dalil qiladi. Ammo bu hargizmi u sababdan emas. Türkiye'nin bu qo'rqishi hala davom qilmoqda. İsa Yusuflarning ekkilinishi u zamonda Amerika bilan Turkiyaning dastlabki yaqinlashayotgan Koreya urushida orqali NATO'ga a'zo bo'lgandan keyin barliq muhtoj davlatlarga Marshall plani degan bu plan kategoriyasida Amerika yordam berayotgan va Turkiyaga mu shu qatorda yordam berayotgan bir davr. U Amerikaningki madad berishi bilan bo'lgan Sharq Turkistonliklarni qabul qilish u. Birlashgan Millatlarning iltimosi bilan. 50 yil o'tgan 50 yil dunyoning hech yerda Sharq Turkiston davosi yo'q edi. Turkiyadan boshqa. Bu 50 yilda Turkiyada bu davo qanday bo'ldi? Buningdan hammanglarning xabari bor. Agar haqni ko'radigan niyating bo'lsa. Turkiyada bu davo xuddi yotiliq kasalga o'xshash karvatda yotdi. Ülep qolmadi, nafas bor. Ammo karvatdan tushishiga ne ruxsat bo'ldi, ne imkoniyat bo'ldi. Karvatda yotdi. Xitoyning urush patqiqi petiqliq Yaponiya tarafidan istilo qilinish xavfiga uchrayotgan intayin ojiz davrdagi 39-yilida o kadar qo'rqqan Turkiya bugun Xitoyga butunlay bog'lanib kelayotgan bir vaziyatda Sharq Turkiston davosini qo'llashi mumkin emas. Bu bir og'iz so'z bilan xulosalashga bo'ladi buni. Hiç mümkün emas. Buningdan tamamen tamasız olanlık qarindoshlar. Türkiye bunu qo'llamaydi. Bunu ben 96-yil Turkiyaga kelibla mis qildim. Turkiyaning atrofida o kadar düşmanlari var. Türkiye o'zining ishidan hech zaman bosh ko'tarolmayotgan bir davlat. Iqtisodi ojiz bir davlat. Ojiz bir davlat. Xitoy ojiz vaqtida qilinmagan ishni Xitoy bugun dunyoda super kuch bo'layotgan bir vaziyatda qila olamdi. Mumkin emas. Onun ustiga Turkiya Dunyo bankisining qarzidan qutuldik deb lapni yo'g'on aytayotgan bilan Xitoyning qarziga bo'g'lab qiliqliq bugun. Xitoyning qarz patqiqida tipirlamoqda. Bu vaziyatda Xitoyning talablariga ma'qul deyishga majbur vaziyatda ekan Sharq Turkiston davosini qo'llashi hech mumkin emas. Bu faqat yashashga ruxsat qilish Sharq Turkistonliklarning o'zining kuchiga tayanib yashay oladiganlarning yashashiga ruxsat qiladi ve zaman zaman ciddi ahvallarda çekligenini hesaplanmaganda köprek ahvallarda namoyish qilishga ruxsat qiladi. Yig'in etishga ruxsat qiladi. Agar buni qo'llash desak xato bo'ladi. Chunki bu demokratik bir tuzumning aqalli alayidlik. Yaşashga ruxsat qilishni biz g'arbda yashayapmiz. Hech qardoshimiz emas, qandoshligimiz yo'q va diniy beg'imiz yo'q bir davlatda. Yashashga ruxsat qilinyapti. Namoyish qilishga ruxsat qilinyapti. Biz heshimi ko'rmagan sahroliq degandek esankirab ketamiz ba'zi ushaq shildan. Bir top adamga iqomat berib qo'yganlik, bir top adamga vatandoshlik berib qo'yganlik bek yo'g'on ish emas bir davlat uchun. 3 million Suriyalikning qatorida bir necha ming Uyg'urning yashab qolganligi bek cho'ng ish emas qarindoshlar.
Şoňa onundan esenkirep gitdi. Vay bu zadlı bu anda yeri ütedi de üzümüz avındımaylı. Toğra Şarkı Türkistan davasyny her kandak bir döwlet üzünün çangılıdy tutuşuna hyýal kılady. Çünki Xitay bilen buludygan munasabetlerde bu dava onun üçün bir kozur bulup hizmet kılışı mümkün. Onun üçün bu davanın kontrolluğunu tutuşuna hemme döwlet hyýal kılady. Türkiye mi şu? Lekin Türkiye özünün halygy laýyk hejleydi. Bu kozurny. Çoň döwlet çoň hejleydi, kiçik döwlet kiçik hejleydi. Ajizlar bek azan hejleydi, güçlükler kıjmetrak hejleydi. Fark şu. Ama hemmisi hejleydi. Hemmisi oynaydı. Kim oynasa yaxşırak boludy? Elbette bay oynasa yaxşırak boludy. Eger bir malayını desek, küzü kiçik, titrep durduğun bir bayının malayı üçün bayının jündüsü intayin süzük çıkıdı. Gıcılap taşlıp etken söňükidin mi hiç näse çıkmaydı onun. Kupkuru. Ama tolgan, dokkuzu tel, yoğun baygı malay bolsanız, jündük oyak çıkıdı. Gıcılap taşlıgan söňükini çalarak gıcılap taşlıp etkeçke onun da jıkrak bir näse var. Kiçik milletlerinin, kiçik döwletlerinin kısmeti çoň döwletler tarapyndan oýunçuk kılınış. Bundan kutulgun bolmaýdy. Siyasetinin bu rehimsizligini düşünüş lazım. Bizge halys ýardam berdigen birisi bar digen hamtamada katty bolmaslyk lazım. Onda kıysak biz üzümüzden siyasetlerini belgileşte hatalıkka yüzlenip kalımız. Onda halys ýardam berdigen hiç kim yok. Ma'lum maksat bilen kılady ýardam berdigen bolap kalsa. Hazırkça bizge hiç kim ýardam bermedi. Endi bu oyun bizning oynanadiganligimiz rast olsa. Çoňrak oýnaýdygan birisi oýnasun. Hiç olmaganda maglup bolgan takdirdimi taryhda bir iz kalady. Mesela 2-nji Cumhuriyet kuruluşyny elip bargan bütün inqilab Sovet Ittipakynyň oýunydan ibaret. Şarkı Türkistan Azat Kılıç Teşkilatı degen teşkilat Almatyda kuruldy. KGB'nin riýasatçyliginde. Sovet hökümeti toplandy. İttipakyň her ýerlerdeki takylyp hizmet kılıp atgan, ýaşap atgan Uýgurlarny Almatyga. Bu teşkilatga arzak kıldy. Ändeslepdi otny tutaşdyrganlarny Sovet Ittipaky kirgizdi. Bizden içki ziddiyet kılıp, işine avutmay, bisimizden beşini muşlaydıganlığımızın öldüğü bilgeçke, her vizivot, pay, Xitayçı pay, bir KGB'nin adamı eziyulaptı o de. İçki ziddiyet teriydigan, asası nişandım başka, lap sözleydiganlarga igza çökmedi. Onun için o kadar birlik geldi, o kadar tertiplik, o kadar ne kadar büyük oyun oylap bakanlar. Şarkı Türkistan'ın kuruluşu, bir cumhuriyetin kuruluşu jakalangıçı bağan bir oyun. 40 bin kişilik bir muntazam armiyanın kuruluşu bir oyun. Oynusu bunda oynusun. Kim oynusa, oynayalısa. Hiç olmaganda tarihta büyük bir iz kaladı. Milletinin qini ýeňilanydy, jangywarlygy aşady. Bu noktadan çıkıp deymen, Türkiye bunda oynayanmaydı ebedil ebed. Türkiye ötken 50 yılda kanda kıygan bolsa bundan unçilek mıklanmaydı hatta. Fakat yaşagını koyuyorduk arkadaşlar.
Şoňa Şerqi Türkistan davasyny kollamaslygy, nim boluşy bu hyýalyny kallaňyzdan çykyryp ýetim. Biz hazırkyça birisiniň resmi kollaşyny körep bakmaganlykdan aşını kollaş dep oýlap galymyz. Ýaşagyny goýgany, wetendaşlyk bergen. O kollaşmas o. Amerikan bir wagtda Uýgurlyga, Hollandiýa, Naýtyjyk Uýgurlyga wetendaşlyk berdi, keyinki zamanlarda panalyk berdi. Germaniýa berdi. Biz Kanadada ýaşadymyz, Kanada berdi. Aşynçylyk bir iş o. Bu sualdan kanaatlenmegenler bolsa kelgisde ýany gaýtadan sorusy bolady. Çalak aga ýerini. Hazırça cevap şu. Hemmeňlarni Allah'a tapşurdum. Allah işleriňizde muvaffak bolsun. Közlegen güzel maksatlaryňlarga ýetkizsin. Milletimizni, wetenimizni biz oýlagandek, arzuýymyzdek bersin. Amin.